Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Olamlarni tarbiya qilguvchi Allohga hamd bo'lsin. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, ul zotning oilalariga, barcha sahobalariga hamda qiyomatgacha ularga husnu odob ila ergashgan kishilarga salovat va salomlar bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Antal baqi ya baqi, antal baqi ya baqi, antal baqi ya baqi, antal hadi antal haq, laysal hadi illa hu, antal hadi antal haq, laysal hadi illa hu, antal hadi antal haq, laysal hadi illa hu, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghayrullah, nur Muhammad sallallah, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Zikrlarning charog'i, ko'ngillarning bulog'i, sanolarning sarvari, oshiq dillar gavhari, oxiratning yarog'i, bashar kulgu qarog'i. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah ismi zotingdir, rahmonlig'ing sifatingdir, sattor yana otingdir, nafsu shayton yo'lidan, yomonlarning qo'lidan, fisqu fasod do'lidan qutqar mani yo ahad, toki topayin rahmat. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yo'qni qilursan mavjud, qahring kelsa har vujud, borni qilursan nobud. Qildim gunohni bisyor, keldim o'zingga takror. Huzuringda mustarman, roziliging istarman, doim sana aytarman, jonim qurbon etarman. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Jon bermoqni oson qil, iymonimni omon qil, gunohlarim kechirgil, g'ufron suvin ichirgil, ayblarimni kechirgil. Aytajakman bearmon, jonu dilimda darmon. Istig'for aytib bisyor, tavba qildim so'nggi bor, sendan boshqa kimim bor. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Kimki duoda qoyim, ko'ngli bo'lgay muloyim, bandam degil xudoyim, zikr aylasa har odam, orom olur qalbi ham, nurga to'lib ichtashi, Xizr bo'lur yo'ldoshi. Tavba qilsa har osi, af etilgay xatosi. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Banda aytsa istig'for, aybin yopgay ul sattor. Kim qo'ymasa og'zidan, nur yog'ilar yuzidan. Har kim aytsa tunu kun, umri bo'lg'usi uzun. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qiyomat kun bo'lganda, barcha safda turganda, sirot uzra yurganda, qo'rqib qadam qo'yganda, madad bo'lur o'shanda, tarozu qurilganda, kimliging bilinganda, bandam desin ul Alloh. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Har kim aytsa jon bilan, jon chiqar iymon bilan. Sahar aytsa istig'for, bo'lmas aning go'ritor. Jannatdan ko'rgay didor, joyi bo'lgay jannatda, hurlar bo'lgay xizmatda. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Zikr etmasa har osi, garchi ko'pdir dunyosi, bo'lmas anga vafosi, jonga bo'lgay jafosi. Ikki olamda panoh, o'zi qodiru rahmon, bandasiga mehribon, haqdir arshi a'losi.
Qiyomatning podshosi, borliq olam nuridir, qalblarning sururidir. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh. Yeru osmon fikrida, shamol esa zikrida. Osmon balqib aytadi, chaqmoq chaqib aytadi, dengiz qalqib aytadi, daryo oqib aytadi. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh. Oyu quyosh fasfida, yulduzlarning bahsida, dov-daraxtlar shiviri, kuzu bahor yomg'iri, o't-o'lanlar bayozi, bog'u rog'larning rozi, gulu gulzorlar pardozi, laylu nahor ovozi, bari uni madh etar, oliy murodga yetar. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh. Qiyomatda mehribon, mashhargohda soyabon, o'zingdirsan ey yazdon, yaxshilarga hamrohmiz, yomonlardan yiroqmiz. Hisobimiz oson qil, ko'ngillarga darmon qil, jannatingni ravo et, vaslingni nasib et. Biz Ibrohim millati, Muhammadning ummati, sening zikring aytamiz, gunohlardan qaytamiz. Keling biz ham aytaylik, rahmatiga qaytaylik. La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh. Assalomu alaykum azizlarim, aziz muxlislar. Bugun Zulhijja oyini 4-kuni. Shuning uchun Alloh uchun bitta zikr aytib o'tdik. Endi mavzumizga qaytamiz. Shom namozidan keyin o'tirgan holatingizda 41 marotaba Fil surasini o'qiysiz. 41 marotaba Quraysh surasini o'qiysiz. Faqat boshida 100 marta salovat, 100 marta Allohumma inni as'aluka deysiz va 100 marta astag'firulloh va atubu ilayh deysiz. Oxirida ham xuddi shunday qilib yakunlaysiz. Keyin Allohdan o'sha dushmanlaringizni o'zi yanchishini so'raysiz. Allohim niyatingizni amalga oshiradi inshaalloh. Buni kamida 7 kun qilsangiz yo 11 kun yo 40 kun qiladigan bo'lsangiz, manman degan dushmaningizni Alloh o'zi yo'lingizdan olib tashlaydi inshaalloh. Yaxshi niyatlaringizga yetkazadi. Kimniki dushmani yomon bo'lsa, Fil surasini 111 marotabadan o'qib yursa har kuni, u insonni dushmanini Allohim o'zi bir yali qilib qo'yadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alam tara kayfa fala rabbika bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Fa arsala alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فأجلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Aziz muxlislar, hammangizga muborak kunlar muborak bo'lsin. Allohimga zikrlar ayting, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovatlar ayting. Hammangizni Alloh Parvardigori yaxshi niyatlaringizga yetkazsin. Uyingizga qut barakotlar, yaxshiliklar ato etsin. Ikki dunyo saodatini bersin. E'tiboringiz uchun rahmat.